Bo'ldi-da endi. Ozgina bir irodali bo'lgin. Ozgina bir qo'lga olgin o'zingni. Ey birodar, ozgina bir irodali bo'l. Namozga ozgina iroda qilib qo'y. Alloh azza va jalla sen jannat kiritaman deb turibdi. Kuniga 1 soatda bomdodga uyi yaqin, masjidga yaqin bo'lgan odam tahoratga 5 daqiqa, yo'lga 5 daqiqa, bomdodga ana boring 10 daqiqa, 20 daqiqa vaqt sarflaydi. Uxlayotganda bomdodga bitta uyg'onadi. Shahvat yig'ishtiramiz deydi. Buyrug'i bajaramiz deydi. Nimaga bomdod haqida ko'p gapiramiz? Bomdodni joyiga qo'yib qo'ysa, boshqa namozlarni joyiga qo'yib qo'ya oladi banda. Nimaga? Chunki bomdod namozlarni xiroz deyishadi ota-bobolarimiz. Eng kuchlisi, chunki o'sha paytda uyqu bosayotgan bo'ladi. Bunga haqiqiylar chiqib ketar ekan bomdodga jamoatga. Uyda o'tkazmas ekan uni iymoni. Buyrug'i chiqarib orar ekan uydan. Orqasiga bir tepar ekanda bor chiq der ekan. Qalbdagi iymon.